Assalomu alaykum barchaga. Video yechimlarimizni davom ettiramiz. Navbatdagi video yechimimiz attestatsiyada tushgan savollar bazasi 2024. Biz dastlabki 10 talikni ko'rgan edik. Ana endi keyingi 10 talikning yechimlarini ko'rib o'tamiz. Ya'ni 11-misoldan 20-misolgacha bo'lgan oralikdagi misollar yechimini ko'ramiz. Demak, boshladik. 11-misoldan boshlaymiz. Mana 11-misol. Xo'sh. X kvadrat teng 6y va y kvadrat teng 6x funksiyalari bilan chegaralangan sohani OY o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmini toping deyapti. Xo'p, dastlab grafik chizib olamiz. Mana bu joydan y ni topamiz. Y topadigan bo'lsak, y teng bo'ladi x kvadrat taqsim 6 ga. Bu joydan y topadigan bo'lsak, y teng bo'ladi ildiz ostida 6x ga. Demak, x kvadrat taqsim 6 parabola, buni bilamiz. Mana shunday joylashadi. Mana bu ildiz ostini grafiki mana bunday bo'ladi. Mana bunday bo'ladi. Mana kesishgan joy. Nuqtalarni ham topib qo'yaylik. Ikkalasini tenglashtiramiz. Kesish nuqtalari, ya'ni x kvadrat taqsim 6 teng ildiz ostida 6x ga. Bu joydan ko'rinyapti x teng 0 va x teng 6 ekanligi. Demak, mana bu joy 6 ga teng. Mana bu joy ham 6 chiqadi. Endi OY o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmi, o'zi hajm topish p integral a dan b gacha OY bo'lganligi sababli teskari funksiyalarning kvadratlari ayirmasi bo'ladi. Ya'ni f teskari funksiya x ning kvadratidan ayiramiz j teskari x ning kvadratini dx. OY o'qi atrofida bo'lsa, o'sha funksiyalarni teskarilarini bir-biridan ayiramiz. Demak, mana bu funksiyalardan teskari funksiyalarni topib olamiz. Mana bu funksiyadan teskari topadigan bo'lsak, x teng bo'ladi y kvadrat taqsim 6 ga. Bu joydan y kelib chiqadi ildiz ostida 6x ga. Teskarisi. Mana funksiyadan teskarisini topadigan bo'lsak, x teng bo'ladi ildiz ostida 6y ga. Bu joydan y topamiz x kvadrat taqsim 6 ga. Mana teskarisi. Teskari. Endi mana buni f teskari qilib qo'yaylik. Formaga mos qilib f teskari x. Mana bu j teskari x bo'lsin. O'rniga qo'yamiz, kvadratga oshirishimiz kerak. P integral. Demak, chegara mana bu 0 dan 6 gacha bo'ladi. Y o'qidan olamiz 0 dan 6 gacha. Ildiz ostida 6x ning kvadrati 6x bo'ladi. Ayiramiz x kvadrat taqsim 6 ning kvadrati x ning 4-chisi taqsim 36 bo'ladi. dx. Mana shuni hisoblaymiz. Demak, 6x dan boshlang'ich 3x ning kvadrati bo'ladi. X ni 4-dan boshlang'ich x ni 5-chi taqsim 5, demak mahraj 180 bo'ladi. Chegara 0 dan 6 gacha. 0 ni qo'ysam, ikkalasi ham 0. Mana bu joyda pi ham bor. Ikkalasi ham 0, o'shaning uchun 6 ni qo'yaman, bo'ldi. Pi 6 ni qo'yadigan bo'lsam, 3 ko'paytirilgan 36 ayrilgan 6 ning 5-darajasini 6 ning kvadrati, ya'ni 36 ko'paytirilgan 216 qilib olaman. Mahraj 180. 180 va 36 ni qisqartiramiz. Bu joyda 5 qoladi. Demak, bunga 5 dan mahraj beradigan bo'lsam, 5 ni 36 ga ko'paytmasi 180, uni ham 3 ga ko'paytiradigan bo'lsam 540 bo'ladi. Ya'ni pi tepada 540 ayrilgan 216 qoladi. Mahraj 5. Demak, bu ham 324 ni beradi. Demak, javobimiz 324 pi taqsim 5 ga teng bo'lar ekan. Mana hajm topdik. 324 pi taqsim 5 javobimiz C. Davom etamiz. 12-savol. Differensial tenglamani yeching deyapti. Xo'sh. Demak, y hosila bu nimaga teng edi? dy taqsim dx ga. O'rniga qo'yadigan bo'lsam, x y plus x plus 1 dy taqsim dx teng 0 ga. Xo'sh, bunday qilsak, qarsini ochib yuborsam, x y plus x ko'paytirilgan dy taqsim dx plus dy taqsim dx teng 0 ga.
Xo'sh, buni bunday qilib olsak, to'g'ridan to'g'ri ishlasak bo'ladi. Ya'ni qanday qilib? Mana shuni bu tarafga o'tirib yuboray. O'tirsam nima bo'ladi? X, Y teng x plus 1 dy taqsim dx qoladi. Endi y ni bu tarafga bo'lamiz, x plus 1 ni bir tarafga, ya'ni x taqsim x plus 1 va dx ni ham mana shu joyga o'tiraman. Teng bu tarafda 1 taqsim y dy bo'ladi. Ikkala tarafga ham integral belgisini qo'yamiz. X plus 1 taqsim, ya'ni x taqsim x plus 1 boshlang'ich olish uchun bunga plus 1 minus 1 qilib qo'yamiz va x plus 1 dan ya'ni x plus 1 ni x plus 1 ga bo'lsak 1 bo'ladi. Uni boshlang'ichi x bo'ladi. Minus 1 taqsim x plus 1 dan boshlang'ich ln x plus 1 bo'ladi. Plus bu tarafda nima bo'ladi? Bu tarafda 1 taqsim y dan boshlang'ich ln y bo'ladi. Bu joydan y topadigan bo'lsak, y endi sini qo'shmay turaman. Mana buni quyidagicha yozib oladigan bo'lsam, bu ln, ya'ni ln y ning x darajasi qilib olaman. Bu x ga teng va minus bo'lganligi sababli y ning x darajasini x plus 1 ga bo'lish kerak. O'shanda nima keladi? Ya'ni ln y ning x darajasini bo'lish kerak. Y ning x darajasini x plus 1 ga bo'lish kerak. Lekin uzr, mana bu tarafda minusi bor edi. Minusni tashlab ketibmiz. Ya'ni mana bu joyni minus qilib qo'yadigan bo'lsam, teskari bo'lib qoladi. Ya'ni ln x plus 1 bo'ladi, minus ln y ning x bo'ladi. Y ning x. Bu tarafda ln y bo'ladi. Bu joyda y topadigan bo'lsak, demak, x plus 1 ni x plus 1 ni xato qilib yubordim, boshidan ko'raylik. Xo'sh. Buni bu tarafga olib o'tsam minus bo'ladi. X y teng minusdan x plus 1 dy taqsim dx bo'ladi. Endi dx ni bu tarafga o'tiraman. X y dx teng bu minus ta'sir qildirmaylik. Minusdan x plus 1 dy bo'ladi. Endi y ni bu tarafga bo'lamiz. X plus 1 ni bu tarafga, demak x taqsim minusdan x plus 1 dx, bu tarafda 1 taqsim y dy bo'ladi. Integral belgisini qo'yamiz ikkala tarafga ham. Endi mana bunga plus 1 minus 1 qiladigan bo'lsak, minus oldiga chiqaramiz. Integral 1 minus 1 taqsim x plus 1 bo'ladi. Minusni ham ta'sir qildirsam 1 taqsim x plus 1 minus 1 bo'ladi. dx. Bu tarafda 1 taqsim y dan boshlang'ich ln y bo'ladi. Endi 1 taqsim x plus 1 dan boshlang'ich ln x plus 1 bo'ladi. 1 dan boshlang'ich x bo'ladi. Teng ln y ga. Mana shu joydan endi y topishimiz kerak. Mana bu ln y ning x darajasi qilib oladigan bo'lsam, demak ln y teng bo'ladi ln x plus 1 ni y ning x darajasiga bo'lish kerak. Lnlarni tashlab yuborganimizda ham y teng bo'ladi. Xo'p, x ning xo'sh, y x plus 1 taqsim y ning x darajasi. Bu ham x plus 1 y ning minus x darajasi bo'ladi. Endi mana bu joyga s ni ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. S kerak bizga, boyasini yozmadim. Bu mana bizda javob ekan. Davom etamiz. 13-savol. Berilganlarga ko'ra nimani? 3f minus 2 ni toping deyapti. 3f minus 2 ni. Jatximiz mana bunday ko'rinishda ekan. Jatx mana shunday. Xo'p, demak, bizga f minus 2 kerak. Demak, mana bu joyda x o'rniga f at x qo'yadigan bo'lsak, jat f at x bo'ladi. Teng 3 f at x plus 5 ga. Endi mana shuni olib mana bu joyga qo'yamiz.
nima hosil bo'ladi? X plus 3f x plus 5 o'rniga qo'ydik. Maxraj 2 teng 3x plus 5 ga. Endi f -2 kerak. X o'rniga -2 qo'yib yuboraman. X teng -2. Demak -2 plus 3f -2 plus 5 taqsim 2. Bu joyda -2 qo'yadigan bo'lsam -6 plus 5 bo'ladi. Xo'p, -2 ga 5 ni qo'shsak 3 plus 3f -2 teng qilamiz. Mana bu -1, 2 ga ham ko'paytsak -2 bo'ladi. 3f -2 bu joydan -5 ekanligi kelib chiqadi. Bu javobimiz B javob ekan. 14-savolga o'tamiz. Rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib x toping deyapti. Bilamiz, o'ng tarafdagi burchaklar chap tarafdagi burchaklarga teng bo'lishadi bu joyda. Ya'ni 25 ga 25 ni va 55 ni qo'shganimiz 80 plus x ga teng bo'lishi kerak. Mana bular yig'indisi 105 gradus bo'ladi. Bu tarafda 80 plus x. Demak, x imiz 25 gradusga teng ekan. Javob D. Davom etamiz. 15-savol. Xo'sh, bu joyda aytayapti, bo'yalgan sohani toping deyapti. DY kesma DY. D'dan Y'gacha mana bu kesma ildiz osti 117, YF 9 ekan. YF. Demak, mana bu joy ildiz osti 117, mana bu joy 9. Bizdan katta yuzani so'rayapti. Demak, bu yerni x qilib bo'ladigan bo'lsak, bu yer ham x. DF ni topaylik. DF ni Pifagordan topamiz. DF ildiz osti 117 dan ayiramiz 81 ni Pifagor teoremasidan. Xo'sh, bu 36 bo'ladi. Ildiz ostida bu ham 6 ga teng. Bu yer 6 ekan. Endi bizga x kerak. Mana bu to'rtburchak. 6 to'rtburchakdan chiqqan balandlik bo'lyapti. To'rtburchakdan chiqqan balandlikning kvadrati o'z ajratgan kesmalar ko'paytmasi. Ya'ni bitta kesma x bo'lyapti, ikkinchi kesma x plus 9 bo'lyapti. Mana shu joydan x topib olaylik. 36 teng x kvadrat plus 9x. Xo'sh, x kvadrat plus 9x teng -36 teng 0 ga. Xo'sh, bu joydan x teng -12, x teng 3 desak, yig'indisi -9, ko'paytmasi -36. Bu joydan 3 ni olamiz, x 3 ga teng ekan. Endi qarang, bizda A, S, D to'rtburchak, uchburchak, o'sha to'rtburchak, uchburchak yuzini topib 2 ga ko'paytirsak, A, B, S da kelib chiqadi. Demak, S 4 dan 4 topamiz. A, B, S, D. Bu uchburchak yuzasi balandlik 6 bo'lyapti. Mana bu 6. Balandlik tushgan tomon mana bu jamisi bo'ladi. Jami 2x va 9. 2x 6 ga teng, 9 ni qo'shsak 15 taqsim 2. Uni ham 2 ga ko'paytiramiz, 100 bo'ladi. Bular qisqarib natija 90 ga teng bo'lar ekan. 90 B javobda bizda mana. Xo'p, 16-savolga o'tamiz. Rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib ABC'ni toping deyapti. Ya'ni trapetsiya yuzini topishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Mana bu joyni tutashtiramiz. Bu yuzani S1, bu yuzani S2 deydigan bo'lsak, mana bu YSB uchburchak yuzasi bizga S1 plus S2 ni beradi. Mana bu o'rtasiga kelib tushganligi sababli. Mana bu uchburchak yuzini topib 2 ga ko'paytirsak bo'ldi. Mana shuni. Ya'ni S A B C D nimaga teng bo'lar ekan? 2 ta S1 plus S2 ga. Demak, 2 ta S1 plus S2 nimani beradi? Balandlik 8 bo'lyapti. 8. Balandlik tushgan tomon 6 va 4, ya'ni 10. Ikkalasini ko'paytirib 2 ga bo'lsak bo'ldi. Bular qisqarib natija 80 bo'lar ekan. 80 A javobda bizda mana. Davom etamiz. Keyingi savolimiz. Xo'p, n va m birlik vektorlar 120 gradus burchak tashkil qiladi. 2m plus 4n, m minus n vektorlar orasidagi burchakni toping deyapti.
vektorlar orasidagi burchakni topishimiz kerak. Xo'p, demak, birlik vektor ekan. Bular birlik vektor. Demak, dastlab ularning skalar ko'paytmasini topaylik, ya'ni 2m vektor plus 4n vektorni ko'paytiramiz m vektor minus n vektorga. Bu nimani beradi? 2m vektorning kvadrati, ya'ni modul qo'yib ketaman, modul kvadrati minus 2 ta mn plus 4 ta mn, demak plus 2 ta m vektor n vektor bo'ladi. Minus 4 ta n vektorning modulning kvadrati. Endi bular birlik vektor deyapti. M modul 1 ga teng, n vektorning moduli ham 1 ga teng. Endi davom ettiradigan bo'lsam, 2 ko'paytirilgan 1 plus 2. Mana bu skala ko'paytma, buni ham quyidagicha yozamiz. M vektor ko'paytirilgan n vektor ko'paytirilgan kosinus alfa. Sabab ular orasidagi kosinus alfa demaylik 120 gradus. Minus 4 ko'paytirilgan 1. Mana shuni hisoblasak skala ko'paytma bo'ladi. Demak 2 plus 2 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan kosinus 120 dan minus 1 taqsim 2. Minusni mana bu joyga chiqaramiz. Minus 4. Demak bular qisqaradi. Mana bu joyda 1, 2 dan 1 ni ayiramiz. 1, demak natija minus 3 bo'lar ekan. Skalar ko'paytma minus 3. Ana endi uzunliklar kerak bizga. Uzunliklar, ya'ni mana buni uzunliklari kerak. Mana shuni biror x deb olaylik. X va kvadratga oshlaman. Kvadratga oshsam 4m vektorning kvadrati plus 8m vektor n vektor plus 16n vektorning kvadrati teng x kvadrat. Endi modul m va modul nlar 1 ga teng. Demak 4 ko'paytirilgan 1 plus 8. Bu skalar ko'paytmani quyidagicha yozamiz. Modul m ko'paytirilgan modul n ko'paytirilgan kosinus orasidagi burchak 120 edi. 120 gradus. Plus 16 ko'paytirilgan 1 teng x ning kvadrati. Xo'p, demak 4, mana bu joyni minus qilaman, sabab kosinus 120 dan minus 1 taqsim 2. 8 1 1, bu 1 taqsim 2 bo'ldi. Plus 16 teng x ning kvadrati. Xo'p, bular qisqarib 4 qoladi. 4 mana bu jami qisqarib, demak x imiz 4 ga teng bo'lar ekan. Uzunlik 4. Endi mana buni uzunligini topamiz. Buni biror y deb oladigan bo'lsam, uni ham kvadratga oshiraman. M vektorning kvadrati minus 2m vektor n vektor plus n vektorning kvadrati teng y ning kvadrati. Xo'p, modulni o'rniga 1 qo'ysak 1 minus, mana bu joyda plus qilaman, sababi skalar ko'paytma yana kelyapti. 2 ko'paytiruv 1 ko'paytiruv 1 kosinus 120 dan minus 1 taqsim 2 edi. Plus 1 teng y ning kvadrati. Ikkilar qisqaradi. Demak bu joydan y ildiz osti 3 ekali kelib chiqadi. Demak, ular orasidagi burchakni kosinus biror beta deb oladigan bo'lsam, skalar ko'paytma necha bo'ldi? Skalar ko'paytma minus 3. Mahrajda 4 ko'paytirilgan ildiz ostida 3. 4 ko'paytirilgan ildiz ostida 3. Mana bu joyda 8 emas, xato qilibmiz. 8, uni ham 2 ga bo'lsam 16 bo'lar ekan. Mana bu joyda 8. Endi to'g'ri bo'lyapti. 8 plus 8 12 mi? 12. Mana bular plus 8, to'g'ri qo'shamiz 12. Demak x teng 2 ildiz ostida 3 bo'lar ekan. 2 ildiz ostida 3. Demak mana bu joy 2 ildiz ostida 3. Bular qisqarib, bular bilan qisqarib minus 1 taqsim 2 bo'lar ekan. Demak bu joydan betda 120 gradus ekanligi kelib chiqadi. Betda ham, ya'ni bu ikkita vektor orasidagi burchak ham 120 gradusga teng ekan. Javob B. Davom etamiz. 18-savol. Xo'sh, x ni toping deyapti. X topishimiz kerak ekan. Xo'p, mana bu joyni biror alfa qilib olay. Alfa bu taraf nima bo'ladi? 135 minus alfa bo'ladi. Xo'p, mana bu joy alfa bo'lib qolar ekan. Endi mana bu joy 135 minus alfa bo'lar ekan. Xo'p, sinuslar teoremasini yozsak qanday bo'ladi?
6 ning sinus alfaga nisbati 4 ning sinus 135 minus alfaga nisbati. Xo'p, keyingisi mana bu uchburchak uchun yozadigan bo'lsam, mana bu joydan 4 va sinus alfani o'rnini almashtirsak, ya'ni 6 taqsim 4, 3 taqsim 2 teng sinus alfa taqsim sinus 135 minus alfa bo'ladi. Endi mana bu ASD uchburchak uchun sinuslarni yozadigan bo'lsak, 6 ning sinus 135 minus alfaga nisbati x ning sinus alfaga. Bu joydan ham sinus alfa taqsim sinus 135 minus alfani topsak, demak bular o'rni almashtiramiz. Sinus alfa taqsim sinus 135 minus alfa bu x taqsim 6 bo'lar ekan. Endi buni bunga tenglaymiz. Ya'ni 3 taqsim 2 teng x taqsim 6, bu joydan x 9 ekanligi kelib chiqadi. Javobimiz A. Davom etamiz. Keyingi 19-savol. Uchburchakli og'ma prizma yon qirralari orasidagi masofa 18,5, 6,5 va 15. Prizma yon sirt yuzasi 240 ga teng. Prizma hajmini toping deyapti. Xo'sh. Endi demak, rasm chizib olaylik. Yoki rasm chizmasdan ham ishlasak bo'ladi. S yon sirt, L ko'paytirilgan S perpendikulyar kesim yuzasi. Mana bu 18,5, 6,5, 15 perpendikulyar kesim yuzasining tomonlari bo'lyapti, ya'ni uchburchakning. Ya'ni perpendikulyar kesim yuzasining tomonlari. O'sha perpendikulyar kesim yuzasini topib olaylik. Bu yer 6,5, bu joy 15, 18,5. Yuzasini topaylik. Bizga L kerak, ya'ni qirra. Demak, yarim perimetrdan boshlaymiz. Yarim perimetr 6,5 ga 18,5 ni va 5 ni qo'shib 2 ga bo'lamiz. Xo'p, 6,5 ga 18,5 ni qo'shadigan bo'lsam 25, demak bu 15 bo'lar ekan. S teng ildiz ostida 15. Xo'p. 15. Mana bu 5 emas, 15 edi. 15 bo'lmaydi. 25. Mana bu ikkalasi 25, 15 ni qo'shadigan bo'lsak 40, yarimi 20 bo'ladi. 20, demak 20 dan 15 ni ayiradigan bo'lsak 5 bo'ladi. 18,5 ni ayirsak demak 20 dan 18,5 ni ayirsak 1,5 bo'ladi. 6,5 ni ayirsak 13,5 bo'ladi. 13,5. Bu degani mana bu ko'paytma 100, ya'ni bitta nolni mana bunga, bitta nolni mana bunga beradigan bo'lsak, bu ildiz osti 15 ko'paytirilgan 135 bo'ladi. 135 degani 15 ko'paytirilgan 9, demak bu natija 45 bo'lar ekan. 45. Ana endi S yon sirti 240 teng L ko'paytirilgan 45. Bu joydan L topamiz. 240 ni bo'lish kerak 45 ga. 5 ga qisqartiradigan bo'lsam 48 bo'ladi, mahraj 9 bo'ladi. 48 9. 3 ga ham bo'lsam 16 taqsim 3 bo'lar ekan. 16 taqsim 3. Endi hajm nima bo'ladi? Hajm S perpendikulyar kesim yuzasini L ga ko'paytmasi. Perpendikulyar kesim yuzasi 45, L bizda 16 taqsim 3 bo'ldi. Bular qisqarib 15. Demak 15 ni 16 ga ko'paytirishimiz kerak. Xo'p, 15 ni 15 ga ko'paytmasi 225. 225 ga qo'shamiz 15 ni. Uzr, ustozlar, mana bu joyda yuza emas, perpendikulyar edi. Perpendikulyarni perimetr edi. Perimetr 40 ga teng. Bu joydan L 6 bo'lar ekan. Mana bu joy 6. 6 ni 45 ga ko'paytmasi.
6 ni 45 ga ko'paytmasi 270 bo'lar ekan. Mana bu joyda perpendikulyar edi, men yuza qilibman. Uzr, perpendikulyar. Javobimiz 270. Davom etamiz. 20-misol. Xo'sh. Jatx funksiyaning teskarisiga f at x funksiyaning teskarisini qo'ygan paytimiz 2x + 3 chiqqan bo'lsa, fx ni o'zini toping deyapti. Xo'p, dastlab mana funksiyadan jat teskari funksiyani topamiz. Demak, x teng bo'ladi 7 jat teskari x plus 6 ga. Bu joydan jat teskari x topadigan bo'lsak, 6 ni bu tarafga o'tib 7 ga bo'ladi. Ya'ni x - 6 taqsim 7 bo'lar ekan. Ana endi jat teskari x ni o'rniga f teskari x ni qo'yaman. Ya'ni f teskari x - 6 maxraj 7 bo'ladi. Mana shu bizda 2x plus 3 bo'lyapti. Bu joydan f teskari x ni topadigan bo'lsam, 7 ga ko'paytiraman va 6 ni qo'shaman. 7 ga ko'paytirsam 14x plus 21 bo'lishi kerak, plus 27 bo'ladi. 6 ni ham qo'shdim. Endi bu joydan fx topish kerak. Fx topish uchun x va fx larni f teskari o'rnidan almashtiramiz. Demak, x teng 14 fx plus 27. Bu joydan fx kelib chiqadi. X - 27 taqsim 14 ekanligi. Bu bizda mana A javobda. Xo'p, shuning bilan keyingi 10 talik yechimlarini o'z nihoyasiga yetkazamiz. Barchaga rahmat. Keyingi video yechimlarimizda ko'rishguncha.